namozlarda buklab o'tirishlar, Yo'q, cheklangan harakatlaringizni. Necha metr masofagacha bemalol og'riqsiz yurasiz yoki doimiy og'riq bo'ladi? Qiyin bo'lyapti. Hassa bilan doim. Hozir Kuchaygan. Kushaygani 20 kundan o'tdi. Bir oy oldin yaxshi yurardingiz o'zi. Yo'q, yaxshi yurmasdi. O'zi boshlanishiga qancha vaqt bo'ldi? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Ungacha hozir 55 ga kirgan bo'lsa, o'shanda 54 yoshimda bo'lsa, umrimda oyog'idan shikoyat bo'lmagan. Travma ham olmagansiz. Futbol o'ynayotgan ishib ketmagan. Lekin futbol o'ynab turardingiz. Oldin o'ynardim. Yoshligimizda, aytamanda, umrim hayotimda travma bo'lmagan. Oyog'imdan shikoyat yo'q bo'ldi. Tushunarli. Bu yerga yotib ko'ringchi. Bo'sh qo'ying. Ikkala oyoqni bo'sh qo'ying. Qani. Bu oyog'ingizda mana ishlar yo'q, yaxshi. Qani buni buklaylik qani. Bu yaxshi. Buklashlari ham juda yaxshi. Qani bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Mana hozir bemorimizni tizza bo'g'imlari, ya'niki chap tizza bo'g'imlarida buklash harakatlari cheklangan. Bu harakatlar cheklanishiga 1 yil vaqt bo'lgan. Hozirgi vaqtda tizza bo'g'imlari qopqog'ida qalqish simptomi musbat, ya'niki tizza bo'g'imlar orasida suyuqlik bor, ya'niki sinoviy degan tashxis bor, ya'niki tizza bo'g'im orasida qopchasida suv yig'ilish holati bo'ladi. Bunda bemorimizda mana tizza bo'g'imi cheklanish, mana buklash cheklangan qismi. Og'riq kuchayaptimi shu holatda? Bo'sh qo'ying qani. Bo'sh qo'ying qani bu holatda. Mana bemorimiz hijama ham qilgizishgan, mana ham yo'llar mana. Hijamaga borishgan, yoki qon oldirishgan. Bo'ldi, hozir qani bo'sh qo'ying. Bu holatdachi? Og'riq bor. Bo'ldi, bo'sh qo'ying qani yana bitta. Bo'sh qo'ying. Kuchayapti og'riq, Yo'q, hozir og'riq. Bo'sh qo'ying qani, bitta bo'sh qo'ying. Bo'ldi. Hozir oyog'ingizni o'zi ko'taringchi, bitta shu holatda ko'taringchi oyog'ingizni. Bittasini mana shu chap oyoqni ko'taringchi. Ha, tepaga. Og'riq bormi, lekin og'riq bormi? Bo'ldi, tushunarli. Bizni bo'sh qo'ying qani bunisini. Bunday yo'q. Yaxshi. Qani bitta yana. Yaxshi. Og'riq kuchayapti, orqasidan tortish holatlari yo'qmi? Yo'q. Bunaqa narsa yo'qmi? Bo'ldi, hozir o'tiravering, bo'ldi. Hozir sizdan bunday qilamiz. Sizda ikkita tekshiruv qilishimiz kerak. Birinchi bitta rentgen qilib ko'raylik. Suyagingiz holatini ko'raylik. Agar suyaklaringiz holati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, rentgendan ko'ra chuqurroq, yaxshiroq ko'rinadigan MRT tekshiruvimiz bor. Shu MRT tekshiruvini qilsak, tizza bo'g'imiz orasida minsk bo'ladi, ya'niki amortizatsiya vazifasini bajaradigan pardalar bo'ladi. O'sha pardaning holatini, paylarda holatini, keyin sinovitning miqdorini biladigan, qanchalik sinovitlar bor, hamma muammosi bilinadigan tekshiruvimiz bor. O'sha MRT. Shuni qilsak ancha foydali bo'ladi, maylimi? Birinchi rentgen qilamiz, keyin MRT qilsangiz, xudo xolasa disklarni kompyuterda ko'rib, chiroyli qilib ko'rib beramiz, xudo xolasa.